Assalomu alaykum. Labib kompaniyasini izlovchi aka-ukalar. Saudiya Arabistonda sotqinlik uchastka, yana uy qurish uchun yer bor. Biz sizlarga qo'llarimizdan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz. Mana sizlarga biz uchastka haqida ma'lumot berib o'tsak, bu Jidda shahrida yangi tashkil bo'ladigan joydir. Buning ko'rinishi shunday bir adir yoki tog'li joyga o'xshaydi, lekin oyandada buning juda katta mahalla bo'lib ketishlik projasi bor. Mana shu ko'rib turgan uchastkalaringizning kattaligi, misol bittasini sizlarga misol qilib aytib o'taylik. 432 metr kvadrat. Ya'ni bu degani 4,32 desetka. Bu katta bir 4 etajli uy qurishlikka imkon va hamda 4 etajlik uy qurishlikka ruxsati bor. Agar kimiki mana shu uchastkani misol narxini aytaylik, 54 ming, 55 ming dollarga sotib olsangiz, siz bizlarning shirkatimiz bor. Shirkatimiz sizlarga har bir projeni ko'rsatadi. Siz ma'qul qilib qabul qilsangiz, qo'lni qo'yganingizdan keyin roziligingiz bilan siz 30% pulini to'laysiz. Qolgan pulini uy bitgandan keyin o'sha bizning shirkatga to'laysiz. Ya'ni 4 etajli uy bo'ladi. Har bir etajda 3 tadan kvartira, har bir kvartiraning kattaligi 120 metr kvadrat bo'ladi. To'plamda 12 ta kvartira bo'ladi. Ya'ni 12 ta kishiga bir kishi olib 12 kishiga sotishligi ham imkoni bor va hamda boshqa hech tovarlarga ham shuni hadya qiladimi yoki bo'lmasa kvartirant hisobida berishlikka imkoni bo'ladi. Bu uchastkamiz qayerlarga yaqin? Saudiya Arabistonining katta hajlar va hamda umraga borayotganlarning kelib ketadigan aeroporti Jiddada, o'sha aeroportdan 30 kilometr uzoqlikda. Va yana Jiddada 2028-yili bitishini kutib turgan dunyoning eng katta binosi Jidda Tower degan, buning balandligi 1097 metr bo'lishligini va'da qilib, harakat qilib shuni bitiryaptilar. Bu 2028-yilda bitganda dunyoning eng katta binosi bo'ladi. Mana shu binoning uzoqligi oladigan arsalaringizdan, ya'ni oladigan uchastkadan uzoqligi 10 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Va hamda Qizil dengiz, dunyoning eng dengizining bittasi Saudiya Arabistonda Jiddada o'tgan. Bu Qizil dengizning uzoqligi ham esa 9-10 kilometr. Va hamda yana musulmonlar uchun eng muqaddas bo'lgan joy, har bir insonning borib ziyorat qilish muhabbati, orzu havasi bo'lgan joy Ka'ba esa mana bu uchastkadan 110 kilometr uzoqlikda joylashgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning masjidlari esa, Madina esa mana bu uchastkadan 300 kilometr uzoqlikda joylashgan. Mana shu ko'rganlaringizdek, kimga agar kvartira olmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasa uchastka olib yer qurmoqchi bo'lsa, biz o'zimiz shirkatlarimiz tarafdan yerni olganlaringizdan keyin sizlarga uyni qurib berishlik imkoniyatimiz bor. Aloqa uchun, savollaringiz uchun ekranga nomer qoldiramiz.